بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله تبارك وتعالى حمد سنالر بولسن Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge, ailesi ve ashab-ı ikramlarga salavat salamlar bolsun. Azizlar, husnu hulq ve chiroyli muomala bu dinimizning talabidir. Barchalarimizga ma'lumki, dinimiz husnu hulqli, xush muomalali, o'zaro mehr oqibat, kattalarga izzat hurmat, kichiklarga esa rahm shafqatli bo'lish, o'zgani ayb nuqsonlarini va sahu xatolarini kechirish kabi go'zal axloqlarga chaqiradi. Go'zal xulqli bo'lish payg'ambarlar, siddiqlar va solih zotlarning xulqlaridan bo'lib, bu bilan kishi buyuk maqom va martabalarga erishadi. Barcha go'zal xulqlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamda mukammal va benuqson holda o'z aksini topgan. Bu haqda Alloh taborak va taolo u zotni maqtab bunday deganlar: A'udhu billahi minash shaytonir rojim va innaka la'ala xuluqin azim. Albatta siz buyuk xulq uzradirsiz. Qalam surasi 4-oyat. Haqiqatan payg'ambarimiz alayhissalom birinchi darajadagi komil inson va barcha yaxshi xulqlarni o'zlarida jamlagan zot ekanliklariga aslo shubha yo'q. Har bir mu'min musulmon o'zini musulmonman degan deb hisoblagan inson mana shu borada husnu xulqda payg'ambarimizni o'zlariga ulgu qiladilar. O'zlariga ibrat qiladilar. Ya'ni xulqni mu'min musulmon payg'ambarimizdan o'rganadilar. Shuningdek husnu xulqli kishi deb ochiq yuzli, chiroyli muomalali, kechirimli, og'ir bosiq, o'zgalarga foydasi tegadigan, beozor, hayoli, g'azabini jilovlay olgan, rostgo'y va shu kabi yaxshi xislatlarni o'zida mujassam qilgan kishiga aytiladi. Yaxshilar, dinimizda go'zal xulq sohiblariga katta ajr savoblar bor va yuksak maqom va martabalar va'da qilingan. Go'zal xulq jannatga kirishga sababdir. Bu haqda Rasulimiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday deganlar: Ana za'imun bi baytin fi rabzil jannati liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan wa bi baytin fi wasatil jannati liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan wa bi baytin fi a'la al-jannati liman hasuna khuluquhu. Ya'ni garchi haq bo'lsa ham tortishmagan kishiga jannatning chetidan uy berilishligiga kafilman. Garchi hazillashib bo'lsa ham yolg'on gapirmagan kimsaga jannatning o'rtasidan uy berilishiga kafilman. Xulqi chiroyli bo'lgan kishiga esa jannatning eng oliy joyidan uy berilishiga kafilman dedilar Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam. Go'zal xulq qiyomat kuni mezonni og'ir bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu haqda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday deganlar: Ma shay'un athqalu fi mizanil mu'mini yawmal qiyamati min xuluqin hasanin fa inna Alloha ta'ala la yubghidul fahishal badiya. Ya'ni qiyomat kuni mu'minning mezonida husnu xulqdan ko'ra og'irroq narsa bo'lmas. Albatta Alloh fahsh va shirkin so'z aytuvchini yomon ko'rur. Yaxshilar, qiyomat kunida bandaning amallarini tortadigan adolat tarozusida yaxshi amallari og'ir kelib jannatga kirishni istagan odam husnu xulqli bo'lishligi kerak. Husnu xulqli bo'lmay, fahsh gap va ishlarni qiladigan, tilida chirkin so'zlarni aytadigan kishini esa Alloh taolo yomon ko'radi. Shuning uchun husnu xulqli bo'lish va fahshdan hamda chirkin gap so'zlardan yiroq bo'lishimiz kerak. Demak, kishi doimo kim bilan muloqot qilishidan qat'iy nazar
odob va husni xulq bilan muomala qiladigan bo'lsa, ko'plab savob va baland martabalarga erishadi. Insonlar o'rtasida xush muomalalik va husni xulq oqibatida jamiyatda o'zaro hamjihatlik va taraqqiyot ta'minlanadi. Har bir kishi husni xulqli bo'lishi uchun ahli ilm va solih zotlarni suhbatlarida bahramand bo'lishi va ularning odob axloqlaridan o'ziga namuna olishi ayni muddaodir. Bu haqda Ibn Vahb rahmatullohi alayhi shunday deganlar: "Ma naqalna min adabi Malikin akthara mimma ta'allamna min ilmihi." Ya'ni Imom Malikning ilmlaridan ko'ra u zotning odoblaridan o'rganganimiz ko'proq bo'ldi degan ekanlar. Demak, husnu xulq kishida o'zidan shakllanib qolmasdi, balki uni ilm ahllari bilan hamsuhbat bo'lish, ulardan ilm olish bilan birga odob axloqlarini o'rganish bilan kasb qilinar ekan. Ushbu xislat o'tgan salaf solihlarimizning go'zal odatlaridan bo'lgan. Junayd Bag'dodiy rahimahulloh aytadilar: "Garchi insonning ilmi va amali oz bo'lsa ham, 4 ta narsa uni yuqori darajalarga ko'taradi. Hilm, ya'ni yumshoqlik, tavozilik, o'zini past sanashlik, ya'ni mutakabbirlikning aksi. Sahiylik va husnu xulqdir. Husnu xulq iymonning komilligidir" degan ekanlar. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yaxshilar shariatimizda go'zal axloqli bo'lishga targ'ib qilingan bo'lib, har bir inson xulq atvorini chiroyli qilishga harakat qilishi lozim. Zero inson chiroyli xulqi sababli dunyo va oxiratda yuqori darajalarga yetadi. Buning uchun avvalo shariatimizni yaxshi o'rganishimiz va unga amal qilishimiz kerak bo'ladi.